Assalomu alaykum. Mana bu xonamiz xudo xolasa tayyor bo'yga. Burchaklar. Esinglarda bo'lsa rahm keladigan burchaklar edi. Bagetlarni olib, o'rniga pichonka qildik to'g'rirog'i. Eshik atkoslar, arkani ham o'zgartirdik. Yavlar. Do'stim hozir ijod qilyapti. Shu xonamiz qoldi. Tepada patologimiz qolgan. Ustidan bir sloy o'tish kerak bo'ldi. Bu ham tayyor bo'ldi. Bu kirish. Bitta baget qoldi. Bunga ham pichonka yopishtirildi. Xudo xolasa o'zlaring baho berasizlar ishga, mehnatga. Lekin ozmuncha vaqt ketmadi. Devorlar juda ham xafa. Hozir tepada akam shlifovka qilyapti. Atkoslarni qilib. Bu xona ham aboyga tayyor xudo xolasa. Ertaga yana hozir bir sloy tortdim, ertaga yana bir sloy tortsak. Mana bitta o'rtog'im ishlayotgan xona imono atkos qoldi. O'sha o'rtog'im ishlayotgan xona qoldi. Patologi tayyor. Devorga yana bir sloy shpaklov qo'ysak, bagetlari bo'lgan. Atkoslar. Qo'llab-quvvatlab turasizlar. Mana shu pichonkadan yopishtiryapmiz. 2lik. Bortda 8lik edi, bilsalaring, eslayman bo'lsa 8lik. Hozir o'shani men 2lik baget pichonka yopishtirdik. Hammaga rahmat.